Assalomu alaykum azizlarim. Mana bugun bizda ham qor. Hamma yerda qor. Mayin bo'lib yog'yapti hali ham. Juda ham chiroyli manzara. Mana shunday manzarada chiroyli anjoncha osh yeyish kerak. Nihoyatda sovuq. Sizlarda-chi qanday? Agar sizlarda ham sovuq bo'lsa, anjoncha oshni boshlaylar. Mana men boshladim. Mana narsalarni taxlab oldim, azizlarim. Oshni boshladik. Ketdik. Birinchi bo'lib mana oshni go'shtni qovurishdan boshladim. Go'shtni qizartirib, yaxshilab qizartirib olamiz. Yaxshilab qizargandan keyin piyozni tashlaymiz. Mana bunday qizargan holatga kelganda, undan keyin mana bu piyozni tashlaymiz orqasidan. Piyozni yaxshilab qovuramiz. Oltin rangga kelguncha, oltin rangga kelgandan keyin orqasidan sabzlarimizni tashlaymiz. Mana bunday holatga kelgandan keyin sabzini solamiz. Sabzini solib, aralashtirib tashlaymiz. Sabzi o'lguncha qovuramiz. Mana sabzilarimiz ham qovurildi. Orqasidan ikkita chesnok tashlaymiz. Orqasidan mana bu 2 dona sholg'om tashlaymiz. Uni orqasidan mana bu 1 dona bolgarskiy tashlaymiz. Keyin orqasidan mana bu suvni quyamiz. Suvni quyib bo'lganimizdan keyin bu qaynab chiqqandan so'ng mana bularni ichiga bo'ktirib qo'yishimiz kerak. Qaynaganda o'zi mana bu kiradi. Bu narsalarni solishimdan maqsad mana bu shalg'am shamollashni oldini oladi. Mana bu bolgarskiy esa ovqatimizga, oshimizga hamda xushbo'y ta'm beradi. Chesnok esa shamollashni oladi, uni ham mayli, shamollash deb qo'ya qolaylik. Hozir oshlarimizni dam yeyish jarayonlarini ham ko'rsataman, xudo xolasa, qaynab chiqqandan so'ng. Mana qaynab chiqdi. Endi guruch soladigan payt ham kelib qoldi. Endi guruchini solamiz. Mana shunday suvimiz tepasida, guruchning tepasida turishi kerak. Keyin suvi tortgandan keyin oshimizni damlaymiz. Mana oshlarimizni suvi tortdi. Mana bunday qilib suvi tortgandan keyin bir joyga jamlab, shunday teshikchalar qilib hosil qilib qo'yamiz. Keyin buni 20 minutga damlaymiz. Damlaganimizdan so'ng oshlarni sizamiz. Mana azizlarim, oshlarimiz ham pishdi, tayyor. Hammalarni chaqiraman oshimizga. Yoqimli ishtaha sizlarga ham, bizga ham. Kelinglar, birga baham ko'ramiz. Aytgancha. Obunachilarim, like bosish, menga obuna bo'lish hech qachon esdan chiqmasin.